Yoshlar bandligini ta'minlash, oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish maqsadida hududlarda Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi tashkil etilmoqda. Loyiha doirasidagi tadbirlar ko'plab yoshlarni bir nuqtada birlashtirib, bandligiga zamin yaratmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasida bitiruvchi va talaba yoshlar mavjud ish o'rinlari va tadbirkorlik imkoniyatlari bilan ko'rgazmalar doirasida tanishdi. Tadbirlarda yoshlarga taklif qilinayotgan kredit mahsulotlari bo'yicha ma'lumotlar berilib, turli mavzularda biznes loyihalar qabul qilindi. Kelajakka qadam dasturida kredit olib 1 milliard miqdorda o'zim tadbirkorligimni boshladim. Tadbirkorligim xizmat ko'rsatish sohasida bo'lib, hozirda 8 ta ish o'rni yaratilgan. O'zimiz universitet talabalaridan ham bor. Qo'shimchasiga yana Milliy bank bilan ishlashib turib, yana ish o'rnini ko'paytirmoqchimiz. Bugungi ko'rgazmada nafaqat o'zimning bandligimni, balki yoshlarni ham ish bilan ta'minlash maqsadida qatnashyapman. Kelajakdagi maqsadim tadbirkorligimni yanada rivojlantirib, 20 ta 30 ta ish o'rnini yaratib, yana tadbirkorligimni rivojlantirish. Kasblar ko'rgazmasi davomida bitiruvchi yoshlar salohiyatli tadbirkorlar tomonidan taklif etilayotgan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida shartnomalar imzolanib, yoshlar bandligi ta'minlanishiga erishildi. Jizzax viloyatining Dashtobod shahrida zavod tashkil etildi. U zavod maishiy texnikalardan chiqaruvchi kompaniyalardan bittasi. O'ziga 5000 ta odamni ishga sig'dira oladigan katta zavod. Shu maqsadda respublikamiz bo'yicha Xorazm viloyatidan katta yarmarka tashkillashtirib berdinglar. 2 soat ichida talabalar o'z qiziqishini bildirishdi. 50 ta talabani suhbat asosida hujjat taqdim qildim. Va yana bundan ortiq 100 tacha talaba hozir qiziqish bildirishyapti. Ish beruvchi va bitiruvchi talabalar ham ish bilan ta'minlanib qolyapti. Ta'kidlash lozim, ko'rgazmadan ko'zlangan asosiy maqsad ham bitiruvchilar bandligini ta'minlash, ularning kasbiy yo'nalishini aniqlash va biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdan iborat.